Ko'p onlayn kurslar ming afsuski foyda asosiga qurilgan bo'ladi. Bu tashkil qilayotgan kursimizga biz 20 kishini inshaalloh tanlab olamiz. Bekorga biz o'quv markazimizning rebranding qildik, ya'ni qaytadan nomlash qildik. Buyuk maqsadlar qo'yganimizning sababi juda katta maqsad qilganmiz, xudo xolisa yo'lini. Maqsad, mashaqqat, muvaffaqiyat. IELTS shunaqa testki, u sizni til bilish darajangizni o'lchab beradi. Bu degani sizni tilingiz qanchalik kuchli bo'lsa, language skilllaringiz skoringiz ham shuncha balandroq chiqadi. Qiyin savol ekan. Bilasizmi, ingliz tiliga kirib kelishimdan oldin o'zim ham sportsmen bo'lganman. 3 kun shug'ullanib, 4-kun depressiyaga tushib tashavvur, shu jiddiy tayyorgarlik emas. Come on, let's do it for the result. Natija uchun harakat qilaylik insonlar. Xuddi shunaqa. Assalomu alaykum barchaga. Buyuk maqsadlar o'quv markazi ustozlari, o'quvchilari va kuzatuvchilari. Bugun biz bir yangi loyiha boshlaganmiz. Ya'ni ingliz tili bo'yicha IELTS kurslarida yangicha metod, yangicha yo'nalish bo'yicha ustozimiz, ya'ni o'zimning ukam Muhammad Yusuf Abdumutalov bilan intervyu qilamiz. O'zimni tanishtirib o'tsam, BMS o'quv markazi rahbari va direktori Muhammad Sadiq Abdumutalov bo'laman. O'zimning ukam Muhammad Yusuf Abdumutalov bilan, ya'ni ko'p yillik tajribaga ega ingliz tili bo'yicha juda ham ko'p shogirdlarni yetishtirgan ukamiz bilan 8,5 IELTS ga ega ustozimiz bilan yangi ish boshlashni yo'lga qo'yganmiz. Assalomu alaykum Muhammad Yusuf. Alaykum assalom. Intervyu to'g'risida qisqacha savollarimiz bor. O'shanga javob bersangiz va bizga kurslarimizga yoziladigan o'quvchilar qanaqa talablarga javob berishlari kerak va qanaqa holatda o'qishlari kerakligi uchun mana shuni intervyu qilyapmiz. Ularga qisqacha ma'lumot bo'ladi va shunga qarab xudo xolisa inshaalloh yo'lga qo'yamiz. Xudo xolisa. Bo'lmasa men birinchi savol beraman sizga qisqacha. Xo'p, ushbu IELTS kursimizning asosiy missiyasi nimadan iborat? Ushbu kurs bozorda odatiy IELTS kurslaridan nimasi bilan farq qiladi? Xo'p, inshaalloh bu avval ikkinchi savolga javob beraman, keyin birinchi savolga javob berib bo'ladi. Bozordagi asosiy farqimiz bu onlayn kursimizni. Ko'p onlayn kurslarga agar bola yoziladigan bo'lsa, ko'rishadiki, u yoqda shunchaki ustoz vazifa beradi bolaga. Vazifa beradi. Lekin u vazifani so'rab olish talab darajasi juda ham past bo'ladi. Ko'p onlayn kurslar ming afsuski foyda asosiga qurilgan bo'ladi. Moddiy tarafga. Juda kamchilik natijasi, lekin ko'pchilikka sotuv orqasidan foyda qiladi. Bu misol uchun BMS menga aloqaga chiqqanida, mana shunaqa kurs qilmoqchimiz deb bo'lganda, men har doim bitta kurs qilishni xohlardim. To'g'ri, moliyaviy manfaat ustiga quriladi ko'p narsalar, lekin natijani ham unutib qo'ymaslik kerak. Albatta. Bu tashkil qilayotgan kursimizga biz 20 kishini inshaalloh tanlab olamiz. 20 kishi. Va shu 20 kishi bilan asosan to'g'ri kurs bo'ladi, lekin individual ishlashga ham harakat qilib, talab, intizom darajasini juda mustahkamlaymiz. Ya'ni vazifa beramizmi? Albatta shu vazifani biz xohlagan yo'lda bajarilishini talab qilamiz. Albatta. Exactly. Va shu orqali bolani natijaga olib borishga harakat qilamiz. Albatta. Endi bu kursning missiyasiga keladigan bo'lsak, biz qaysidir ma'noda onlayn bozorni ham sal o'zgartirmoqchimiz. Albatta. Ya'ni maqsad faqat boladan pul olish emas-da, to'g'risi. Men misol uchun o'zimni nima bo'ladi, ish faoliyatimdan kelib chiqargan bo'lsam, har doim bola natija chiqarganda o'qituvchi boshqacha o'zini his qiladi-da. Lekin ko'p onlayn kurslarga qaraganingizda odamlar onlayn kurs sotib oladi, lekin uni tugatadi, tugatmaydi, natijada o'zgarish bo'ladi, bo'lmaydi. Shuni orqasidan onlaynga bo'lgan munosabat bizda negativroq. Biz shu narsani o'zimizni uslubida to'g'rilamoqchimiz. Ya'ni insonlarga isbotlamoqchimiz onlayn ishlashini o'zimizning qadriyatlarimiz asosida. Xo'p, ma'lumot uchun aytib o'tish kerak. Bu kursimiz ilk loyihamiz. Bundan keyin bekorga biz o'quv markazimizning rebranding qildik, ya'ni qaytadan nomlash qildik. Buyuk maqsadlar qo'yganimizning sababi juda katta maqsad qilganmiz, xudo xolisa yo'lini, natijalarini. Xudo xolisa bu ilk loyihamiz. Undan keyin juda ham ko'p mana shunaqa loyihalar qilish niyatimiz bor, siz bilan albatta va boshqa o'qituvchilarimiz bilan, fanlar va yo'nalishlar bilan. Xo'p, navbatdagi savolimiz, 3-savolimiz. Bu kurs triklar va qisqa yo'llar haqida emas, balki real ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan deb ayta olasizmi? To'liq ayta olaman. Misol uchun boshida kursni negotiation deydi-yu, muzokaralar asosida ham ozgina qiyin bo'ldi. Nimaga? Bizni qanaqadir shortcutlar, qanaqadir qisqa
promotionlarga e'tibor qaratmoqchi emasmiz. O'zi bu videoni olishimizdan ham maqsad o'zi insonlarga kursni asosiy mohiyatini ochib berishda. Bizlar intizom va mehnat asosida bolani natijaga olib chiqamiz. Qat'iyat, intizom, mehnat. Ha. Maqsad, mashaqqat, muvaffaqiyat. Xuddi shunaqa. Biz aytmaymiz, shu narsani bitta narsa o'rgatamiz va hamma muammolar yechilib ketadi. Yo'q. Odamni o'qish jarayonida juda ko'p muammolar bo'ladi. Bitta muammoni hal qilishingiz bilan uni orqasidan ikkinchisi chiqadi. Uni hammasiga bolaga javob kerak, hammasiga yo'nalish kerak. Va biz shu yo'nalishni individual asosda ta'minlaymiz. Albatta. Muammo har doim bo'lgan, faqat uni chiroyli, to'g'ri yechim bera olsak, albatta inshaalloh natijaga yetishamiz. Rahmat. Muhammad Yusuf, navbatdagi savolimiz. Siz strategiyaga ko'proq e'tibor berasizmi yoki tilni real rivojlantirishga? Ikkinchisiga. Sababi IELTS shunaqa testki, u sizni til bilish darajangizni o'lchab beradi. Bu degani sizni tilingiz qanchalik kuchli bo'lsa, language skilllaringiz, skoringiz ham shuncha balandroq chiqadi. Bu kursni yana bitta boshqa farqi, biz faqat strategiya bilan chegaralanib qolmaymiz. Kandidatni o'zini tilini kuchaytirishga ham harakat qilamiz-da. Ya'ni deylik kandidat listening skilllarida yoki reading skilllarida muammolari bor. Ya'ni tilni o'zi zaif o'sha joylarda. O'sha joydan biz ko'proq unga bosim beramiz, ko'proq vazifa beramiz, qolgan ko'nikmalarga nisbatan. O'sha joy, o'sha tilini mustahkamlab turib, keyin umumiy natijasini ko'tarishga harakat qilamiz. Demak, bir so'z bilan aytganda, ingliz tili bo'yicha tushunchani kengroq tasavvur qilib, o'shani chiroyli rivojlantirish. Shunaqa desak ham bo'ladi. Qilsak ham bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, strategiya bizning asosiy fokusimiz emas. Agar insonni tili strategiyani ishlatishga yetarli darajada kuchli bo'lmasa, u strategiyani o'rgatishdan unga foyda yo'q, bab ishlata olmaydi. Inson unga birinchi tayyor bo'lishi kerak. Lingvistika tomonidan. Biz o'shani tayyorlab turib, zamin yaratib turib, keyin strategiyani olib kiramiz. Navbatdagi savol. Agar ushbu kursni bitta jumla bilan ta'riflaganingizda, u qanday bo'lardi? Qiyin savol ekan. Menimcha mehnat va intizom asosida qurilgan yo'l deb atagan bo'lardim. Chunki biz hozir olib kirayotgan narsa qilishga oson emas. To'g'risini aytish kerak-da, aldamaslik kerak bo'ladi. Mehnat ko'p bo'ladi. Intizom ko'p bo'ladi. Qat'iyat ko'p bo'ladi. Shunga yarasha inshaalloh natija bo'ladi. Kutib qolamiz. Shunaqa degan bo'ladi. Mehnat va intizom asosiga qurilgan yo'l. Navbatdagi savolimiz. Nega siz intizomga bunchalik katta urg'u berasiz? Sizningcha jiddiy IELTS tayyorgarligi deganda nimani tushuniladi? Bilasizmi, ingliz tiliga kirib kelishimdan oldin o'zim ham sportsmen bo'lganman. O'zimiz dadamiz o'zimiz otamiz shug'ullantirganlar. Esimda dadam har kuni bizani yoki haftaga 3 kun turg'izib, yugurtirib, hayotimiz zalda o'tardi. Albatta. Va bu 2015 yoki o'sha 2015-2018-yillar orasida ma'lum bir sabablarga ko'ra sportdan chiqib ketganimda, shu sportdagi intizom menga o'qishda, ishda juda katta yordam berdi. Va o'zimdan shunaqa xulosa qildimki, demak har qanaqa soha bo'lsa ham, agar insonda intizom bo'lsa, bu ertam-kech bab insonni o'sha o'ylagan niyatlariga, muvaffaqiyatga yetishtiradi. Maqsadlar. Odam sabrli bo'lsa bo'ldi. Mehnat qilsa, sabrli bo'lsa, Xudodan so'rasa, inshaalloh o'sha joyga yetib boradi. Endi jiddiy IELTS tayyorgarligi qanaqa keladigan bo'lsak, mana shu intensiv kursimizni ichida biz hozir talab sifatida qo'yamiz 6 soatdan 8 soatgacha bo'lgan tayyorgarlik. Jiddiy. Iloji boricha chalg'ishlardan xoli bo'lgan, distractionlardan xoli bo'lgan va focused va mehnat qilishga tayyor bo'lgan mentalityni, misol uchun tushunchani olib kirish va shunga asosan mehnat qilishni jiddiy tayyorgarlik deb ko'raman. 3 kun shug'ullanib, 4-kun depressiyaga tushib tashavvur, shu jiddiy tayyorgarlik emas. Ya'ni misol uchun aytsam, bola bir kun motivatsiya oladi, 2 kun oladi, ozgindan keyin 1 soatdan yo'q. Unaqa emas, bizda real holat bo'ladi, talab bo'ladi va qat'iyat, mehnat bo'ladi. Shunaqa. Siz bilan kelishganimizda, birinchi gaplashganimizda o'shani reja qoldik. Bizning maqsadimiz mana shumi yo'lmi bo'ldi. Mana shu intizomga rioya qilib, mana shu biz talablarga rioya qilib,
Xudo xolasa tayyorgarlik qilsa, inshaalloh mana shu natijaga yetadi deb prognoz qilganmiz. Bu avvalo o'sha bizni talabgorlarimiz, ya'ni o'quvchilarimizga bog'liq. Biz deadline qilamiz-ku, bolalarni qanchadir miqdorda bizga talablar tushsa, o'shaning orasidan biz oldinroq nima deydi, vazifa yuklamani deb beramiz. O'shalardan o'ta olgan o'quvchilarni saralab 20 dona, ma'lumot uchun aytaman, 20 dona tanlab olamiz xolos. Shunaqami? Xo'p, kursni qisqacha tanishtiradigan bo'lsam, 20 ta kandidat uchun moslashgan. Chunki bizning vaqtimiz va e'tiborimiz faqat 20 ta inson uchun yetadi, xolos. Birinchi bosqichda. Kursga qabul jarayoniga keladigan bo'lsak, kursga hamma ham olinavermaydi. Shu videolar sotsial setga chiqqandan keyin biz kursga qabulni ochamiz va arizalar kelib tusha boshlaydi. Arizalarni ko'rayotganda har bitta kandidat bilan ularning vaqtiga, bizning vaqtimizga qarab pre-course intervyu bo'ladi ular bilan. Kursdan oldingi intervyu jarayoni. Bizga kursdan oldingi intervyu jarayonida kandidat o'zi bu kursga kirishga tayyormi? Tushunib yetganmi nimaga kirayotganini va qaysidir ma'noda qurbonliklar qilishga tayyormi? Va uni yana bir marta tekshirib olish uchun ularga pre-course tasklar beramiz. Kursdan oldingi tasklar, deadline bilan. Ularni bajarib, bizning sifatiga qaraymiz, qanchalik tez bajarishiga qaraymiz. Shunga qarab kandidatni yo kursga olamiz yoki ularga boshqa maslahat beramiz. Shunaqa. Bu qo'rqitish emas, lekin biz jiddiy kirishishni talab qilyapmiz. Bizga mehnat qilishga tayyor insonlar. Albatta. Tez natija qilish yaxshi, har doim zo'r eshitilgan. Xo'p, unga yarasha mehnat ham qilish kerak-edi. Niyat xolis bo'lishni o'zi yetmaydi. To'ppa-to'g'ri. Unga nisbatan jiddiy tayyorgarliklar qilish kerak. Albatta. Shunaqa qilsagina, xudo olsa natija bo'ladi. Nega mas'uliyat motivatsiyadan muhimroq deb hisoblaysiz? Shu so'zga qanaqadir allergiya bo'lib qolgan motivatsiyaga. Nimaga? Bizning jamiyatda motivatsiya juda ham bir chaynalgan, juda ham bir siyqa chiqqan, arzon so'zga aylanib qoldi-da. Bola bitta-ikkita video ko'radi, bir kun motivatsiya bor, ikkinchi kun yo'q. Shunaqa-da, bir kun dunyo ag'darishga tayyor, ikkinchi kun o'zini bedroomdan chiqa olmaydi. To'g'risi-da. Mas'uliyatga keladigan bo'lsak, men xudo xolasa o'zim yaqinda ota bo'laman. Ba'zi bir narsalarni qilishga inson o'zida turtki topolmaydi hayotda, risk olishga, boshqa qilishga. Lekin bundan ota bo'lishni o'ylasangiz, qilishim kerak deysiz shu narsa. Katta mas'uliyat. Mas'uliyat bo'yingizga tushar ekan, u ish sizga yoqadimi, yoqmaydimi, charchaysizmi, charchamaysizmi farqi yo'q-da. Qilish kerak ham qilish kerak. Majbur. Shu. Agar biz o'quvchiga shuni yetkaza olsak, mas'uliyatni bo'yningga olsan, shunga yarasha mehnat qilasan, xudo xolasa shunga yarasha natija olasan deya olsak, o'rgata olsak, inshaalloh natijasi bo'ladi. Shuning uchun biz ham mas'uliyatni motivatsiyadan teparoqqa qo'yamiz. Motivatsiya qisqa muddatli bo'ladi. Mas'uliyat o'sha ish tugagungacha siz bilan birga bo'ladi. Sizni mehnat qilishga majbur qiladi. Shuning uchun. Navbatdagi asosiy savollardan biri, bizning hozirgi kurslarimiz 2,5-3 oyga mo'ljallangan. Inshaalloh. Xo'p, mana shu kurs oxiriga kelib, talabalar qanday o'zgarishni kutishlari mumkin? Xo'p, albatta erishiladigan natija o'zini mehnatiga proporsional bo'ladi. Qanchalik ko'p mehnat qilsa, qanchalik bizning talablarimizga javob bersa, shunchalik baland natija oladi. Lekin agar sonlarda gapiradigan bo'lsak, kamida yarim va 1 orasida natija kutyapmiz. Yarim va 1 orasida. Misol uchun, agar 6,5 bilan kelgan bola bo'lsa, uni iloji boricha biz 7 olishga harakat qilamiz, yordam beramiz. 7 bo'yicha kelgan odam bo'lsa, undan ham balandroqqa sakratishimiz mumkin. Bolani o'ziga va qanchalik o'sha muammolarni tez yechib, tez hal qila olishiga bog'liq. Bizning ko'magimiz asosida. Demak, bu bo'yicha strategiyangiz tayyor, xudo xolasa. Bilasizmi, men 8 yildan beri ingliz tilini dars beraman-da. IELTS'ni o'rgatish, o'qitish uncha muammo emas. Misol uchun, mana shu real natijani gaplashaylik. 2025-yildan beri bizda apreldan 25-yil apreldan beri biz 5 ta 7,5 natija chiqardik. Zo'r. 5 ta 7,5, 2 ta 3 ta 7, 6 ta 6,5 va hokazolar. Bu o'zimizning shu o'quvchilardan kelayotgan natijalar-da. Va shu o'quvchilarning hammasi mehnat qilishga tayyor bo'lgan, o'sha bosimlarni ko'tara olgan, oxirigacha borgan natijaga erishgan. Shunaqa. Hozir bu onlayn kursdan maqsad qilamiz, shu
darsning ichida, offline klassning ichida bo'lgan narslarni onlayn klassga iloji boricha olib o'tishi, muhitni yaratib, o'sha natijani chiqarishi. Kosonsoyga kelib, endi Kosonsoyda qaytib kurs o'tish bizlar uchun qaysidir ma'noda comeback bo'lgandek. Comeback. Nimaga? Chunki shogirdlarimiz ko'p so'rardi. Ustoz ketganingizdan beri biz sal qiynalib qoldik, boshqa degan ma'noda. Biz shu muhitni qaysidir ma'noda shu yoqqa qaytarmoqchimiz. Albatta. Qo'limizdan kelgancha shu yoqda nima qilishni bilmayotgan, ya'ni IELTS'ni olgan, o'sishga tayyor, mehnat qilishga tayyor, lekin qanaqa qilib o'sha o'z xohlaganiga yetisha olmayotgan insonlarga qo'limizdan kelgancha yordam berish. Shunaqa. Nomzodlarda qaysi sifatlarni eng muhim deb hisoblaysiz? Bitta case qo'yaylik mana shu yoqqa. Misol uchun bizga ikkita ariza kelib tushdi. Ikkita ariza kelib tushdi. Bitta o'quvchi 5,5 olgan, bitta o'quvchi 6,5 olgan, ikkalasi ham kursga yozilmoqchi. Biz unga pre-course intervyu qildik, pre-course task berdik. 6,5 olgan o'quvchi dangasalik qilyapti, vaqtida deadline ga qarab turib taskni bajarmayapti yoki sustlik qilyapti. Lekin 5,5 olgan bola qo'lidan kelgancha ChatGPT'larni ishlatmasdan, bir bahona qilmasdan o'zi mehnat qilib o'zini push qilyapti-da, va biz uni ko'ramiz. Pre-course tasklarda, deadlinelarda, intervyularda biz bu 6,5 olgan o'quvchidan ko'ra shu o'quvchini afzal ko'ramiz. Chunki u mehnat qilishga tayyor. Biz unga qancha vazifa bera olsak ham, albatta ma'lum miqdorda o'zi ko'tara oladigan darajada u uni qilishga tayyor. U mehnatdan qochmayapti. Mehnatdan qochmagan insondan natija chiqadi. Xudo xohlasa. Biz shu mehnatdan qochmaydigan insonlarni qidiramiz. Kurslarni qidiramiz. Navbatdagi savolimiz yana mas'uliyatga taqaladi. Darslarni yoki topshiriqlarni o'tkazib yuborgan talabalar bilan qanday ishlaysiz? Avvalambor sabablarga qiziqamiz. Misol uchun hayotda har qanaqa vaziyat bo'ladi. Ba'zida o'qish tomonidan yoki oilaga qanaqadir muammolar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin talabada. Aloqaga chiqib, birinchi sabablarni surishtiramiz. Agar arzirli sabablar bo'lsa, iloji boricha sharoit berishga harakat qilamiz, lekin u bir yoki ikki martalik holat uchunda, istisno tariqasida. Lekin darslarni o'tkazib yuborish davomiy bo'lsa, task submissionlar, tasklarni berish davomiyligi yo'qolsa, bola o'zi oqsayotgani, xohlamayotgani bilinsa, biz u bolani o'sha kursdan chetlashga majbur bo'lamiz. Ya'ni uni o'rniga boshqa kishini olishga? Yoki umuman endi kurs boshlangandan keyin odam olish sal qiyinroq masala bo'ladi-yu. O'shalarni bilishlari kerak-da o'quvchilar. Shunaqa. Ya'ni demoqchimiz, bitta kursga qo'shilib oldingizmi, yo'q, sizda security yo'q. Sizni performansingiz, ya'ni qanaqa kursda ishtirokingizga qarab turib, sizni kursda qolish qolmasligingiz belgilanadi-da. Aytaman-ku, bizga mehnat qilishga tayyor bo'lgan insonlar kerak. U odam mehnat qilmayapti, biz qanaqa qilib bu inson bilan ishlaymiz? Bizga unaqa odam puli ham o'zi ham kerak emas, to'g'risi. O'zi kursni boshidagi o'sha 2,5 oy, 3 oylik olamiz-ku. Yarim oylik muddat, 15 kunlik bu probation week-da. Sinov muddati. Bu muddatda bizni pre-course intervyulardan o'tgan bo'lsa ham, yana ozgina bizda infiltr bo'ladi. Ya'ni agar o'quvchi biza bergan narsani ko'nglimizdagidek bajarmayotgan bo'lsa, ya'ni dangasalik qilayotgan bo'lsa, o'quvchi bilan agar eng oxirgi chora xayrlashishga majbur bo'lamiz. Navbatdagi savolimiz: qaysi talabalar darhol ariza topshirishlari kerak? Menimcha allaqachon IELTS imtihoniga kirgan, afsuski ko'ngildagi natijani ololmagan, mehnat qilishga tayyor, lekin uni qanaqa qilishni bilmayotgan, ustoz bo'lmagan yoki roadmap deymiz-ku, plan deylik, rejasi yo'q insonlar. Lekin vaqti bor, imkoniyati bor, mehnat qilishga tayyor bo'lgan insonlar darhol ariza topshirishi kerak. Bu insonlar bilan bizi o'sha pre-course intervyular davomida needs analysis degan joy bo'ladi-da. Ya'ni bolani kamchiliklariga qarab bizni kursni shakllantirishimiz ham mumkin-da. Ya'ni deylik, men siz o'quvchisiz, bizga ariza topshirdingiz. Sizni listeningiz zo'r, lekin readingingizda muammo bor. Ko'pchilik o'quvchida shunaqa. Demak, bizni shu pointni qizilga olib qo'yamiz-da. Sizni o'zingizga shaxsiy plan tuzayotganda ko'proq fokusimizni o'sha readingga berishimiz mumkin. Chunki bitta skill o'zi bilan umumiy skorni ko'tarib bo'lmaydi. Har bitta o'sha zaif nuqtalaringizni belgilab oladigan bo'lsak, umumiy skor ko'tariladi. Mana shunaqa insonlar ham kursga ariza topshirishi kerak. Ya'ni bitta skillda oqsayotgan bo'lsa ham, bizga ariza topshirsa, biz u bilan gaplashib ko'rsak,
Bizning pre-course intervyular u mutlaqo tekin bo'lgan. Agar mabodo kursga ariza topshirgan, pre-course intervyu davomida biz uni kamchilikni kashf qildik. Deylik bu kurs u odamga kerak emas. Ya'ni u odam 2,5 oy, 3 oy tayyorlanishi shart emas. Balki yarim oyda, balki 1 oyda, ba'zida bo'ladi-da, o'zi o'qish tayyor bo'lib qoladi. Lekin flip, ya'ni bitta kamchilikni kashf qilsangiz, o'sha xatosini to'g'rilab olsangiz, bolani natijasi ko'tarib ketib qolishi mumkin. Kalitini topib olsak. Shunaqa holat ham bo'ladi-da. Agar biz shu joyni kashf qila olsak, balki bola 2,5 oy o'qishga umuman hojat qolmasdir. Tezroq o'shanga yetsa. Nima keragi bor? To'g'risida, bolani vaqtni olib, cho'zib yurib. Agar u bola tezroq tayyor bo'lib qoladigan bo'lsa, biz uni o'sha registratsiyasini qilib beramiz. Imtihonni topshirib, bemalol natijasini olib ketaveradi. Hamma xursand. Albatta. Biz aytolmanku, come on, let's do it for the result. Natija uchun harakat qilaylik insonlar. Xuddi shunaqa. Rahmat. Intizomli, lekin o'ziga ishonchi past talabalarga qanday xabar bermoqchisiz? Alex Hormozinning gapi bor edi. Agar insonning o'ziga ishonchi bo'lmasa, u inson o'ziga nisbatan ishonchini oshirish uchun dalillar to'plasin. Agar IELTS bo'yicha bu kvotani bu yoqqa o'giradigan bo'lsak, deylik, meni o'zimga ishonchim past. Nimaga? Skorim past. Demak, men ko'proq mock testlarda skorimni ko'tarilishini ko'rishim kerak. Shu bilan birga meni ishonchim oshadi. Mocklarda natijalarim past chiqyaptimi? Demak, men ko'nikmalarimni oshirishim kerak, skilllarimni oshirishim kerak. Skilllarimni oshirish uchun menga intizom kerak. Sizda o'sha intizom bor. Faqat uni qanaqa yo'naltirishni bilmayapsiz. Bizga kelsangiz, siz o'shanga yo'naltiramiz. Xolos. Shunaqa. Intizomi bor inson qo'rqmasin. U mehnat qilishga tayyor, mehnat qilishni biladi. To'g'ri mehnat qilsa, Xudo xohlasa natijasiga erishadi. Kursimiz haftasiga qanchalik intensiv bo'ladi? Kursda o'zi 2 xil o'qituvchilar bo'ladi. Main teacher va support teacherlar bo'ladi. Main teacherlar bilan asosan haftasiga 3 kun dars bo'ladi. 1,5 soatdan 2 soatgacha. Bundan tashqari main teacherlar individual analysis uchun ba'zi bir o'quvchilar bilan u darslardan tashqari gaplashish ham mumkin. Ya'ni qanaqadir Zoom slotlarni belgilab turib, deylik, bugun listeningga doir klass bo'ldi-da. Lekin bitta bolamizning o'sha readingda muammolari ko'proq. Shu bola bilan o'zi alohida 15 yoki 30 minutlik bitta suhbat yoki demo ko'rsatib o'tish ham mumkin. Qolgan 3 kun yoki shanba, yakshanba kunlari asosan support teacherlar bilan homework submission, homeworklarni topshirish bo'yicha va o'sha bir haftalik analizlarni qilish jarayoni bo'ladi. Shu bola har kun band bo'ladi, qo'rqmasin, kunim bo'shab qoladi deb. Har kun bola mehnatda, har kun nazoratda bo'ladi. Mana shu 2,5-3 oy ularga bir qanaqadir ma'noda juda ham katta maqsad, mashaqqat, muvaffaqiyat oyi bo'ladi. Shunaqa. Men o'zi kurslarimda, misol uchun bolalarga aytaman-da, bu kursdan oladigan narsanglar o'zi aslida natijadan ham balandroq narsa. Nima desa, attitude deydi-yu, uni nima bir narsaga nisbatan munosabat. Inson bitta narsani boshlasa, intizom bilan oxiriga yetkazsa, u odam shu narsani o'zida shakllantirsa, tushuncha qilib, har qanaqa sohaga kirsa ham bitta ishni boshlab oxiriga yetkazadi-da. Shunaqa. Orasida chala tashlab ketmaydi. O'zim mana shu muhitni shakllantiraman-da, o'qitayotganimda. Bolalar IELTS'ni olgandan keyin ham xohlasa SAT o'qiydi, xohlasa volontyorlik qiladi, xohlasa nimadir qiladi, har doim boshlab oxiriga yetkazadi. Men o'zi shu narsadan ko'proq xursand bo'laman bolada. Chunki u faqat IELTS'ga foyda bermaydi, butun boshli hayotga ta'sir qiladi u narsa. Xuddi shunaqa. Xo'p, navbatdagi savolimiz. Ishlaydigan yoki o'qiydigan talabalar uchun bu kurs mos keladimi? Shu og'riqli savol. Ishlaydigan. Agar odam ishlaydigan yoki o'qiydigan pozitsiyada bo'lsa, u odamni o'qishdan boshqa prioritetlari ham bo'ladi-da. Yani oilasi bo'lishi mumkin yoki universitetda assignmentlar bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha. Agar 6-8 soat vaqt ajratolmaydigan inson bo'lsa, kursda ozgina qiynalib qolishi mumkin. Lekin bu degani ular bizga ariza topshirmasin degani emas. Balki o'sha pre-course davomida biz ularning ba'zi bir kamchiliklarni topib, balki faqat shunga
e'tibor qaratamiz. E'tibor qaratamiz. Yoki bo'lmasa pre-course intervyular tekin bo'lgani uchun balki insonlar umuman kursga mos kelmas, lekin hech bo'lmasa biz ularga roadmap qilib beramiz-da. Ya'ni kecha adabsiz ham shunaqa bo'ldi. Bitta o'qituvchi, u ham ishlaydi, ham o'qiydi. 2 soatgina shug'ullanishga vaqti bor. U odam intensiv kursda xohlasa ham o'qiy olmaydi. Lekin o'tirib siz 2 soat kuniga shu narsani davomiy qilib borsangiz, xulosa 2 oyda master, 3 oyda master, balki 5 oyda yoki 6 oyda shu natijaga borsa bo'ladi. Pre-course intervyularda biz hech bo'lmaganda shu narsani odamga berishga harakat qilamiz-da. Hech kimni umidsiz qilib tashab qo'ymaymiz. Albatta. Hamma kelsin, qanaqadir muammosiga yechim topsin. Albatta. Inshaalloh. Talabalar rivoji qanday nazorat qilinadi? Talabalar 2-3 ta bo'lim bor-da bizda hozir. O'qituvchi, support teacher va o'quv markaz. Bizda hammamizda bitta platformada ishlaymiz. Google Doc, Excel hokazolarda. Hamma o'quvchi darsga qatnashgani, qatnashmagani, homework submission bo'lgani, feedbacklar, o'sha feedbackga asosan uni qanchalik to'g'rilay olgani, shu narsalar hammasi nazorat bo'ladi. Bizda weekly report bo'ladi, monthly report bo'ladi, hisobotlar. Har bitta bola kursni boshlaganda qatta edi, 1 haftadan keyin qatta, 4 haftadan keyin qatta, 8 haftadan keyin qatta. Shu narsa hammasi nazoratimizda bo'ladi. Uni hisoboti bo'ladi. Har bitta bola bo'yicha biz individual gaplashamiz. Albatta. Biz support teacherlardan so'raymiz. Kerak bo'lsa agar o'quv markazi tomonidan kamchilik bo'layotgan bo'lsa, uni ham nazorat qilamiz. Agar main teacher tomonidan qanaqa kamchilik bo'layotgan bo'lsa, o'quv markaz bemalol main teacher bilan stol ustida gaplashib olish mumkin. Bemalol. Shunaqa. Albatta. Albatta shu o'rinda o'quv markaz albatta mas'uliyatni juda ham katta his qilib, inshaalloh men teacherga ham, support teacherlarga ham, har tomonlama o'quvchilarga ham sharoit qilib beradi. Xudo xolisa. Inshaalloh. Kelishgan holatda. Sizning tizimingizda feedback, fikr mulohaza qanday rol o'ynaydi? Ya'ni qanday rol o'ynaydi degan ma'noda ko'proq urg'u bersangiz shunga yaxshi bo'ladi. Feedback. Ustozimiz borlar, Nur Muhammad Ravshanov degan. U kishi Qancha taniyman u kishini? Ha, u kishi IELTSdan 9 olganlar. Shu kishi bilan oxirgi ishlagan paytlarimizda, ya'ni o'quvchi bo'lib, biz hali ham hamkasbimiz, bitta organizatsiyada ishlaymiz. Ishxonada bitta. Ishxonada bitta joyda ishlaymiz, lekin o'quvchilari bo'lib o'qigan oxirgi paytimizda aytardilar, Muhammad Suzdirdilar. O'quvchini o'sishiga 3 ta faktor bor dedilar-da. Birinchisi, yaxshi ustoz nima qilishni biladigan, o'quvchini kamchiligini topib, shunga feedback bera oladigan. Yo'nalish bera oladigan. Yaxshi ustoz feedback bersa, qanaqa ham feedback? Immediate feedback deydi. Tez. Mana bitta essay yozib keldim. U essayga o'quvchi 1 haftadan keyin feedback olmasligi kerak. Unda u essay izdan ham chiqib ketgan bo'ladi. Qanaqa holat nima bo'lgan? Tez feedback berish kerak va shu bola shu feedbackka tez javob qaytarish kerak. Bu degani, shu essayda xatolarni ko'rdimi, ikkinchi essayda shu to'g'rilangan bo'lishi kerak o'sha xatolar. Qo'ldan kelgancha. Va uchinchisi, shu xatolar qaytarilmasligi kerak. Mana shu 3 ta narsa kombinatsiyada ishlasa, mutanosiblikda ishlasa, Xudo xolasa bolada o'sish tez bo'ladi. Xudo xolasa. Sizning o'qitish uslubingizni qanday tasvirlaysiz? Darslar ko'proq o'qituvchiga qaratilganmi yoki talabalargami? Darslar 100% talabaga qaratilgan bo'ladi. Men misol uchun meni speakingim 2 marta 9 olganman, speaking testda. Zo'r. Lekin misol uchun dars o'tib turgan joyimda bolalar aytadi, how come you got 9? Qanaqa siz 9 olgansiz? Bunaqa zo'r lug'atlar ishlatmayapsiz-ku, unaqa yo'q. Bizda darsda bo'lganimizda maqsad bolani salohiyatini oshirish, bolani skilllarini oshirish. U exam is on the exam day. Ya'ni ekzamenda bo'ladigan ishtirok u ekzamenda bo'ladigan kun uchun. Lekin darsda biz asosan bolani ko'tarishga harakat qilamiz. Shunaqa. Sizningcha bu kurs o'z narxiga arziydimi? Kurs narxi hali e'lon qilinganmi yo'qmi? Hozir ko'pchilikda anaqa paydo bo'ladi, tushuncha paydo juda qimmat, bo'ydod degan narsa bo'lsa kerak, yo'q unaqa emas. Biz bilan kelishganmiz. Da, kelishganmiz. Endi balki o'zingizlar shu videolardan keyin e'lon ham qilarsizlar. Xohlasa. Kurs narxi 100% sifatiga arziydi. Oqlaydi. Bunga biz ishonch bilan aytishimiz mumkin, chunki boshqa onlayn kurslarga yoki offlayn kurslarga ham taxassusi bo'ladi bu narsani. Chunki
har bitta bola biz uchun e'tibor markazida bo'ladi-da. Shunaqa. Har bitta bolani natijasi uchun biz kuyib pishamiz, uni tortamiz, o'zi charchagan paytda, xohlamagan paytda kerak bo'lsa push qilamiz bu narsani. Xullas, rezultat uchun, natija uchun markaz ham, ustoz ham, o'quvchi ham hamma kuyib pishadi. Balki offline klassda topolmagan narsasini ba'zi bir insonlar shu onlayn klasslarda topar. Bilmaysizda. Shunaqa. Shuning uchun aytishim mumkin, kurs to'liq narxiga arziydi. Ba'zilar aytadi, onlayn kursda baribir talab yo'q. Bizda bunaqa emas. Biz siz bilan kelishgan holatda birinchi gaplashganimizda albatta qat'iyat, jiddiylik va natijaga qaratganmiz bu loyihani. Bizni bitta task berar ekanmiz, uni bajarilishini talab qilamiz. Shunaqa. Chunki task berursiz, bola uni bajarmasa, u qanaqa bilamiz u bola o'syaptimi yoki o'ziga o'z to'lagan pulga yarasha manfaat olyaptimi yoki yo'qmi? Shunaqa. Biza uchun endi halollik deganda baribir avvalambor berish va bola uni bajara olishida. Men o'qitib qo'ydim xullas. Bu yog'i endi bolani o'ziga yo'q. Xo'p, o'qitib qo'ydingiz, bola-bola-dey. To'g'risi-da, men misol uchun shu o'smirlik, endi ko'pchilik o'smirlar IELTS o'qiyapti hozir, tayyorlanib boshlayapti. Ular baribir shu o'sish yoshida-da, ularni bir ustida turib, kerak bo'lsa, nima bo'ladi, ruhlantirib, kerak bo'lsa urushib, oldinga siljitmasangiz qiyin. Ularga turtki berib turish kerak har doim. Shunaqa. Bizda shu narsa bor. Xo'p, yana bitta savol bor. Rag'bat doim bo'lish kerak. Eng faol o'quvchilarga, eng zo'r o'quvchilarga nimadir imtiyozmi, rag'batlantirish bormi ushbu kursimizda? Biz shu kursni muzokara qilayotganimizda boshida o'quv markazi bilan kelishdik. Qiyin bo'ldi, lekin kelishdik. Eng faol bo'lgan bitta o'quvchiga biz exam feesini, ya'ni ekzamen to'lovini to'liq qoplab beramiz. Bitta o'quvchiga imtihon tekinga tushadi. Va undan tashqari 5 ta eng faol bo'lgan o'quvchilarga exam to'lovidan 10% o'quv markazi qoplab beradi. Demak, o'shanda 6 kishi. 6 kishi. Endi bu 6 kishini saralash jarayoni qanaqa bo'ladi desa, bu o'sha 3 tomon o'tirib turib, ya'ni markaz, asosiy o'qituvchi va support o'qituvchilar o'tirib turib, har bitta bolani case portfoliosi, reportlari ko'rib chiqiladi, kim feedbackga e'tibor beryapti, kim o'qituvchini hamma aytgan narsalarni vaqtida qilyapti va attitude yaxshi, o'sishga nisbatan tayyor. Shu o'quvchilar hammasi bitta-bitta ko'rib chiqilib, saralanib, shu 6 kishi tanlab olinadi. Ularga kurs oxirida shu narsa beriladi. Ya'ni kimgadir kurs orasida inshaalloh sen shunaqa bo'lasan, masda, u hammaga aytiladi u narsa, lekin o'quvchi shu narsaga erishdimi yoki yo'qmi, faqat kurs oxirida biladi. Shunaqa. Imtihoniga yaqin qolganda yoki registratsiya jarayonida shu narsa bolaga aytiladi va shu nima deymiz, omadli insonlar deymizmi? Shu imkoniyatdan foydalanishadi inshaalloh. Juda katta rahmat sizga. Albatta intervyu uchun Muhammad Yusuf rahmat kattakon. Siz bilan hamkorligimiz xudo xolisa bardavom bo'ladi deb xudo xolisa niyat qilib qolamiz va harakat qilamiz. Ushbu video ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan keyin ko'rib, batafsil ma'lumot olganingizdan keyin ariza topshirishga shoshiling. Nimaiki 20 dona o'quvchini talabgorni olamiz xolos. O'shaning uchun batafsil qayerda nima bo'lishini aytib o'tdik. Xudo xolisa talabgorlar bo'lsa, tezroq aloqa chiqsanglar, hamma uchun manfaat bo'ladi. Biz qo'ldan kelgancha sizlarning rozilik uchun harakat qilyapmiz. Bu yog'i albatta sizga bog'liq. Birgalikda katta buyuk maqsadlarni erishishga tilakdoshmiz. Muhammad Yusuf, intervyu uchun sizga rahmat. Xudo xolisa endi kurslarni boshlab olsak, o'quvchilarimiz ustida qattiqroq mehnat qilib, xato kamchilikni to'g'rilab, maqsad bitta, aytsa zo'r olib, o'z maqsadlariga erishtirish. Hamma ish endi boshlanadi deylik. Endi xudo xolisa. Rahmat hammaga.